Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega bir-birimizga yaxshi so'z aytish kerak? Chunki yaxshi so'z qalbni quvontiradi. Nega uyda tartib bo'lishi muhim? Chunki tartib qulaylik va osoyishtalik keltiradi. Qani kim aytadi? Nega vaqtida ovqatlanish kerak? Chunki bu sog'lig'imiz uchun foydali. Nega gullarni sug'orish kerak? Chunki ular ham tirik va g'amxo'rlikka muhtoj. Qani bolajonlar, nega yangi narsalarni o'rganish yaxshi? Chunki bilim hayotimizni boyitadi. Nega keraksiz narsalarni tashlamasdan oldin qayta ishlash kerak? Chunki bu tabiatni asraydi. Qani kim aytadi? Nega bir-birimizni tinglash muhim? Chunki bu hurmatni ko'rsatadi. Nega hech qachon yomon odatlarni qabul qilmaslik kerak? Chunki ular bizga zarar yetkazadi. Qani bolajonlar, nega kichik ishlarni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak? Chunki kichik yaxshiliklar ham katta foyda keltiradi. Nega yaxshi do'stni qadrlash kerak? Chunki yaxshi do'st eng katta boylikdir. Qani bolajonlar, nega o'z va'damizga sodiq bo'lish kerak? Chunki bu ishonchni mustahkamlaydi. Nega vaqtni bekorga sarflamaslik kerak? Chunki vaqt qimmatli. Qani kim aytadi? Nega maktabda toza havo olish kerak? Chunki toza havo yaxshi o'qishga yordam beradi. Nega boshqalarga tabassum qilish yaxshi? Chunki tabassum quvonch ulashadi. Qani bolajonlar, nega biror ishni sevib bajarish kerak? Chunki mehr bilan qilingan ish chiroyli chiqadi. Nega telefondan ko'p foydalanmaslik kerak? Chunki bu sog'lig'imizga zararli. Qani kim aytadi? Nega xafa bo'lgan odamni ovutish kerak? Chunki mehr qalblarni davolaydi. Nega yolg'izlikda ham yaxshi ish qilish kerak? Chunki yaxshi ish faqat odamlar uchun emas, o'zimiz uchun ham. Qani bolajonlar, nega ortiqcha shovqin qilmaslik kerak? Chunki bu boshqalarga xalaqit beradi. Nega o'rganilgan narsani boshqalarga o'rgatish yaxshi? Chunki bilim bo'lishganda ko'payadi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.